Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Aito M5 mashinasining salon qismida ko'rganingiz uchun juda xursandman va e'tibor beramiz, ushbu avtomobilimizni ikki xil versiyasi mavjud, elektr hamda gibrid va ikkala versiyasining ham salon hamda tashqi ko'rinishlari deyarli bir xil, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Va hozir biz elektr versiyasining ichida o'tiribmiz va e'tibor beramiz, ushbu avtomobilimizni ichki interyerasining ranglari juda ham zo'r tanlangan, ya'ni hech qanaqa yorqin ranglardan foydalanmagan, naborot, aksincha to'qroq ranglardan, to'q qizil hamda qora bilan bir-biriga uyg'unlashtirib ishlangan va bu juda ham boshqacha bir kayfiyat beradi yo'lda o'tirgan odamga. Xo'p, ko'jalarimiz demak har doimgidek nappa koja, bu juda yuqori sifatli koja va rulga e'tibor bersak, to'liq qo'l mehnatda qilingan, juda ham chiroyli perforirованный qilingan, ya'ni qo'l terlamaslik uchun qulay. Va o'ng tomonimizda multirul, chap tomonimizda esa ovoz bilan boshqarish hamda cruise control 360 kameralar uchun knopkalar tashlab ketilgan va o'rtada esa ishchi panelda demak barcha ma'lumotlar uzatiladi bir vaqtda. O'zi aytaylik, siz telefoningizni qo'ydingizda, mashinadan chiqib ketgan paytingizda bu yerga уведомление, ya'ni qanaqadir ma'lumot chiqadi, telefoningizni unutmang, hokazo. Shunga o'xshagan boshqa narsalarni ham barchasini bu yerda sizga ogohlantirib ketadi va eng qizig'i, ushbu avtomobilimizda Face ID hamda head-up display prekslardan foydalangan. Face ID'miz bu mashinani birinchi marta o'tirgan paytingizda o'zingizga moslab o'rindiq, bokovoy hamda klimat kontrolni to'g'irlab sahnaga qo'yasiz. Keyingi safarga o'tirgan paytingizda har doim to'g'irlash shart emas, o'zi avtomatik tarzda eslab qolib, sizga yuzingizni eslab qolib, o'shanga qarab moslashib beradi va bu juda qulaylik keltiradi. Xo'p, ushbu avtomobilimizni demak tom qismi to'liq panoramniy, ochilmaydi va hech qanaqa shtorkasi ham yo'q, naborot o'zi qoyatirilgan, quyosh o'tkazmaydigan nimasi bor, funksiyasi bor, ya'ni quyosh o'tkazmaydi. Xo'p, demak head-up display haqida aytdik. O'rtada esa markaziy displeyda demak barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan demak kino ko'rishingiz mumkin, aytaylik hamma mashinani texnik xarakterlari haqida ko'rishingiz mumkin va hokazo informatsiyalar bu yerda keltirib o'tiladi. Xo'p, markaziy konsolga ahamiyat beramiz. Bunda ham xuddi M7 singari скоростный передачкаlarimiz o'rtaga qo'yilgan va krustalni ishlangan. Podstakanlik, telefon uchun ikkita simsiz quvvatlovchi porti qo'yilgan hamda podlokotnik ostida esa 12 voltlik переключатель bilan ham jihozlangan. Ushbu avtomobilimiz 5 o'rindiqli hisoblanadi. Bunda hech qanaqa 6 o'rindiqligi yo'q. 5 o'rindiqli avtomobilimizning to'rtala, ya'ni o'rindig'ida ham obduf, ya'ni sovutish, isitish hamda massaj funksiyalari mavjud. Xo'p, perforirованный qilingan o'rindiqlarimiz, ya'ni hech qanaqa qishda sovutib yubormaydi yoki yozda o'tirgan paytimizda terlatmaydi. Bu juda ham yumshoq materialdan, ya'ni o'sha nappa kojadan foydalangan. Xo'p, yorug'lik tizimlarimiz demak sensorli. Bunda ham ichki kuzatuv kamerasi va koziroklarda albatta bunda ham освещение. Eng zo'r narsasi освещениeni, ya'ni yorug'lik tizimini skoroustini oshirib tushirish va yoki har xil ranglarga o'tkazishimiz ham mumkin ekan. Xo'p, bu mashina menga juda ham ma'qul bo'ldi. O'ylaymanki sizga ham ma'qul keladi. Agar sizga ham xuddi shunaqa avtomobil kerak bo'lsa, o'sha gap, avtosalonimizga tashrif buyuring, showroomda turgan mashinani o'tiring, his qiling va maxsus joylarimizda test drive qilib mashinani haydab ko'ring. Barchangizni avtosalon